Salom do'stlar, Access Uz kanaliga xush kelibsiz. Bugun AirPods 3 Dubai versiyasini to'liq obzorini ko'rsatamiz. Ko'rinishi, sifati, xususiyatlari batafsil ko'rib chiqamiz. Video oxirigacha qoling, foydali ma'lumotlar bo'ladi. Boshladik. Mana AirPods 3 Dubayimizning korobkasi. Korobkaning razmerlari, dizayni, orqasidagi mana ochadigan lentalari original bilan deyarli bir xil. Endi korobkani ochamiz. Bismillah. Mana bu lentalari ham xuddi original bilan bir xil qilib ishlangan. Korobkani ochamiz. Korobkamiz ichida naushnikimizning hujjatlari, yo'riqnomalari xuddi original bilan bir xil qilib ishlangan. Naushnikimizning o'zi va zaryadlovchi kabeli bor. Kabelini bir yoq uchi Type-C, ikkinchi uchi Lighting bo'ladi. Lighting tarafini, demak, naushnikimizga tiqamiz. Type-C tarafi bilan zaryadchi galovkaga tiqamiz. Hozirgi zamonaviy texnologiyada USB emas, Type-C ga o'tilyapti. Shuning uchun bular ham Type-C qilib chiqarilgan. Endi naushnikimizning o'ziga o'tamiz. Mana naushnikimizni aniq akkuratniy salafanga o'ralgan. Original bilan deyarli bir xil ko'rinishda. Mana salafanni ochamiz. Naushnikimizning кейsi oq glansiviy sifatli materialdan ishlangan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu Dubai versiya bo'lgani uchun Dubai yozuvlari bor. Mana bu yerga lighting taraf kiradi. Endi naushnikimizning o'zini ko'ramiz. Hop, keyslari ochilib yopilishlari ajoyib, original bilan bir xil. Magnit loklarni ko'rishingiz mumkin. Mana qimirlatganda yopilib ketmaydi. Dubai yozuvlari bor. Va mana indikatorlari ham hozir kamerada xira ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin yashil yonib turibdi. Bu zaryadi bor bo'lsa yashil yonadi. Zaryadi kamayganda qizil yonadi. Mana orqadagi knopkalari telefonga ulanayotganda bosib ishlatiladi. Ana endi quloqchalarning o'ziga o'tadigan bo'lsak, ko'rinishlari, razmerlari original bilan birga bir qilib ishlangan. Mana sensor boshqaruvlari bor. Va dizaynlari ham juda zo'r qilib ishlangan. Quloqga taqqanda, yurganda, yugurganda quloqdan tushib ketmaydi. Mana keysga joylashuvda ham magnitlar bor. Oson yaxshi joylashadi. Bu naushnikimizning sifatini og'irligidan ham bilsak bo'ladi. Hozir mana tarozga qo'yib sinab ko'ramiz. Mana bizning Dubai versiyamizning og'irligi 43 gramm chiqdi. Endi boshqa bir arzonchi kopiyalar bilan solishtirib ko'ramiz og'irligini. Mana bu arzonchi kopiya, mana ko'rishingiz mumkin. Mana mana keysini o'zi ham yupqa materiallardan ishlangan. Magnit loklari ham yaxshi ishlamayapti, yozuvlari ham yo'q. Endi buni og'irligini ko'ramiz. Mana arzonchi kopiyamizning og'irligi 36 gramm chiqdi. Bizning sifatli Dubai kopiyamiz 43 gramm. Mana shu og'irligidan ham bilsanglar bo'ladi sifat darajasini. Hozir bu naushnikimizni iPhone ga ham, Android ga ham ulanishini ko'rsatib beramiz. Birinchi iPhone ga ulaymiz. Mana ochganda iPhone da animatsiyalari chiqadi. Mana подключить knopkasini bosamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, ulandi. Mana zaryadlarni ham alohida ko'rsatadi. Bu keysi zaryadi, o'ng taraf, chap taraf naushniklarning zaryadi. Hozir mana ulandi. Hop, iPhone da настройкаga kirib, mana AirPods настройкасida seriyaning nomerlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Mana keysga chap taraf quloqchinniki, o'ng taraf quloqchinniki. Endi Android ga ulab ko'ramiz. Mana bu telefonimiz hozir Redmi. Bluetooth настройкасini ochamiz. Keysimizni qopqog'ini ochamiz. Bluetoothni yoqamiz. Va mana AirPods yozuvini topdi. Ustiga bosamiz. Ulanmoqda. Va ulash. Bog'lanmoqda va ulandi mana. Batareya holati 100% faol. Bu telefonimiz Redmi telefoni. Huawei, Samsung barcha Android telefonlarga shu holatda ulanadi. Tepada Bluetooth ulangan belgisi turibdi. Endi ovoz sifatiga o'tamiz. Hozir mana musiqa eshityapman. Ovoz sifati yaxshi, baslari kuchli, yuqori tonlari tiniq. Arzon kopiyalarnikidagi shovqin yo'q. Ko'chada yurganda, sport bilan shug'ullanayotganda ham bemalol ishlatsa bo'ladi, quloqdan tushib ketmaydi. Ovoz balandligini telefonning o'zidan yoki naushnikimizni sensor joylaridan boshqarsanglar bo'ladi.
naushnikimizni zaryadi naushniklarini o'zi 4 soat, 5 soat atrofida ishlatsanglar bo'ladi. Keysi bilan birgalikda 12 soatdan 24 soatgacha ovoz balandligiga qarab ishlatsanglar bo'ladi. Baland ovozda eshitsanglar kamroq yetadi, o'rtacha ovozda eshitsanglar ko'proq yetadi. Endi zaryadlash o'sha boya aytganimizdek Type-C to Lighting simi orqali Lighting tarafini naushnikimizga tiqasizlar. Type-C tarafini bunaqa telefoninglarni zaryadning golovkasiga tiqib zaryadga qilaverasizlar. 1,5-2 soatlarda zaryadkasi to'ladi. Endi bu naushnikimizning plyus minuslariga keladigan bo'lsak, hop, naushnikimizning ko'rinishi originalga juda o'xshash, birga bir qilib ishlangan. Sifati boshqa arzon kopiyalarga qaraganda ancha zo'r. iPhone'ga ulanganda animatsiya chiqadi. Hop, ovoz sifati yaxshi, batareyasi uzoqga yetadi. Hamma telefonga oson ulanadi. Narxlari qulay narxlarda va 18 oy kafolat beriladi. Endi minuslari 100% original emas, bu kopiya. Cho'qin kamaytirish anisi funksiyasi yo'q va besprovodnoy zaryadga olmaydi. Keyin mikrofoni ham originallarnikiga qaraganda ozgina sifat pastroq. Xuddi shu AirPods'imizni qora rangli varianti ham bor. Ichidagi funksiyalari, hamma narsalari o'sha oq bilan bir xil. Faqat buni farqi bu qora glansiy emas, qora matoviy bo'ladi. Ishlashlari, funksiyalari, quloqchinlarning o'zi, hamma narsasi oq bilan bir xil bo'ladi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, AirPods 3 Dubai versiyamiz narxiga mos, yaxshi variant, ko'rinishi chiroyli, sifati yaxshi, ishlatish qulay. Bonus sifatida silikon chexolni qo'shib beramiz va mahsulotimizga 18 oy kafolat beramiz. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va do'stlaringizga ulashib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Access.uz, ishonch va sifat. Xayr.